Mana bu qolar kelar. Qora ish qo'zib qoldi. Mana siz 22 million so'mga sotildi. Mana siz kelar. Bu qolar. Metal Greyford Mickey Mouse qolar. Bak bozor ekan. Ahadjon. Hammaga assalomu alaykum, chorva ishqibozlar hamda baraka savdo obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqirg'och chorva bozori narxlari bilan tanishtirib o'tamiz ekan. Mehnatimizni qadrlagan holda birdonagina like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin ekan. Sanalarimiz yetib o'tadigan bo'lsa 2025-yil, 2026-yil 4-yili hafta kuniga yakshanba ekan. Qani bo'lsa boshladik ekan. Kamchilik va xatolar uchun oldindan uzr so'raymiz ekan. Boshladik ekan. Like bosib turaverasizlar ekan. Qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Keling. Qani bo'lsa boshladik. Vakil hech pul deyapsiz buni? 20 million qilishyapti. 20 million savdosi bo'lyapti. Kelaveradi. Greyford qo'yamiz. 20 million so'm savdosi bo'lyapti. Qora toshroq. 20 million so'm savdosi bo'lyapti. Mana shu qo'yamiz. Mana bu. Nech pulda deyapsizlar buni? Ko'rilasan 110 million deyapti. Nech million? 110 million. To'ralasa 110 million so'm deyapti ekan. Kelaveri. To'ralasiga 110 million deyapti ekan. Obunachilarimiz. Emas, Greyford aka. Marta Shohdori, hammasi to'qol, jingalak soch deganlar. 110 million so'm deyapti. To'lovlariga barakasi bersin kerak. Mana bu qolar. Narxi nech pul deyapsiz buni? 28 million so'm kam bor deyapti. Kelaveradi. Greyford 28 million so'm kami bor deyapti. Kela. Mana aka. 28 million kami bor deyapti. Nech pul deyapsizlar bunga aka? 28 million so'm deyapti aka. 28 million so'm. Yigirma sakkiz million so'm deyapti. Bunisini ham 28 million deyapti. Aka. 28 million so'm deyapti aka. Bu parasi. Mana bu aka. 28 million so'm. Mana aka, 10 million so'm kam bor deyapti. Sizga aytib qo'ydim, unda beravermayman, yo'q. Mana aka. 10 million so'm kam bor deyapti aka. To'yda. Mana aka, 10 million so'm to'y. $10 million so'm deyapti to'yda aka. Gijillab turgan to'y, o'ynab turganlar to'y. Nech pul deyapsizlar bular? 45 deyapmiz jupiga. 45 million so'm deyapti aka. Jupiga 45 million so'm. Mana aka. 45 million so'm deyapti ekan jupiga. Mana bu qolaka o'zimiz shu yerda. Nech bo'ldi ya sen buni? Buni 31 million baho deyapman.
31 milyon so'm baho aytyapti aka. Hurmatlarimiz bu ashqolar. 31 milyon so'm baho aytishyapti. Qora qasada bo'lyapti. Otuz bir milyon so'm baho aytishyapti aka. Kelar bu qilamiz. Şu et. Gel. Ama şu korallar sorun. Evet neç buldu bunu? 30 milyon son dışarıda. Gel bu. Korallar 30 milyon son dışarıda. Ne yapayım? 30 milyon son. Gel mübarek 30 milyon son. Qo'shing beraman. Buni qilmang. O'nti gapir deding, gapir. Ochiq chehra bilan bering. Taroziga savdo bo'lyapti cho'ta. Kelar. Topolga. Egasini ol. Gapirishdir. Bo'pti, o'tib berasizmi? 1 kilo o'tib berasiz. 1 kilo o'tib ber bo'ldi. 1 kilo o'tib berasiz. Aja, 1 kilo o'tib ber bo'ldi. 1 kilo o'tib ber. 1 kilo o'tib berasan. Mustahkam ekan. Mana aka 60 ming taroziga oxiri ham baraka bo'ldi. Keyin tortish ekan. 63 ming taroziga baraka bo'ldi. Barakasini bersan kerak. Nech bo'ldi deyapsiz aka buni? 25 ta. 25 milyon so'm deyishyapti aka. Odam qamizi 25 milyon so'm deyishyapti aka. Mana bu aka. 25 milyon so'm. Nech bo'ldi deyapsizlar buni? 25 milyon so'm kam bor deyishyapti ekan bunisini aka. Mana 25 milyon so'm kam bor deyishyapti ekan. Aka nechiga bor? 20 milyon 500. 21 milyon so'm savdosi. Mashina qilamiz. Nech bo'ldi deyapsiz buni aka? 23 milyon so'm savdosi bo'lyapti. Kelavering, mana shu qilamiz. 23 milyon so'm savdosi bo'lyapti ekan. Kelar. Mana shu qilamiz. Mana shu qilib savdosi bo'lyapti. Nech bo'ldi deyapsiz aka buni? 19 milyon so'm deyishyapti. 19 milyon so'm deyishyapti aka. Aka taroziga tortyapti. 63 mingdan savdo bo'lgan qilamiz. 63 mingdaligida savdosi bo'ldi aka. Mana shu taroziga tortishyapti. Nechi kilo keladi deysiz? 500. Nechi kilo? 505 kilo chiqdi aka. 505 kilo. Qamiz 505 kilo chiqdi. Qo'ydan tortdik. Akalarni sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on Chorva bozori. Sanalarimiz
2026-yil 4-yanvar hafta kuniga yakshanba ekan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni chetgacha ko'rgan bo'lsangiz, bir donagina like bosib qo'yamiz aka. Sog' bo'lasizlar. Kamchilik va xatolar uchun uzr so'raymiz akalar.